Qani ko'raylikchi aka. 10 gram dedingizmi? Bitta 10 grammi yo qanaqa? Yo'q, aka, menda bitta 5 bor, ikkita 2,5 bor. Mana 2,5, bitta 5. Tak, da bu ikkita 2,5 ekan, 5 gram. Ya'ni общий 10 gram debsiz o'shanda. Senga sizni ko'rib, подписчикingizman hozir. Gap yo'q aka. Senga oldingiz keldim. Bir ikkita joyga telefon qildim. Etti toshda kelasan, ko'ramiz, u yoq bundan degan gap yo'qmadi. Nech pul deyishdi aka? Narx yetishdimi, yetishmadimi yoki? Olib kelsang ko'ramiz deyishyapti. Olib kelsang ko'ramiz degan narsa qilishyapti, aka. Atak lutchi o'zingizga kelganini yaxshi deb o'yladim. Xo'p. O'zingizga keldim. Qarang, xo'p, 10 tasiga bo'lsa, men mana bunaqa narx qilib beraman sizga. 125 dollardan qilib beraman, bo'ladimi? So'mda qancha o'tdi? Xo'p, 1,487,000 dan to'g'ri keladi 1 gram o'shanda. Общий summa 14,870,000 bo'ladi. Kurs 1,190,000 dan hisoblanadi, aka o'shanda. Qimmat olasiz. Tekis 15 qilaydi, aka. Men rozi bo'lib ketay. O'zi ana birja bor, aka, 124 bo'lishi kerak-da. Pashti 125 ga chiqibdi. Men birja narxida qilib berayotgan bo'laman-da, shunda hozir aka. Mana 124,91 bo'lib turibdi. Kursi 1,190 dan hisoblanadi. Ozgina qaytib qoldi, aksiyanli kurs. Aka, подписчик emas, 15 million qilib bersam sotasizmi? Sizga to'g'ri keladimi, aka? Tekis qilaydi, aka. Bo'ldi, gap yo'q, aka. Baraka. Hop. Mana 10 million. Mana 15 million qoladi. Hop, mana slitkani qimmat narxda olib qoldi akamizdan. 1 gram 1,5 million so'mdan to'g'ri keldi. Agar sizlar ham mana shunaqa slitkalar bo'ladigan bo'lsa, farqi yo'q. 1 gramligi, 5 gramligi, 10 gramligi pastdagi nomerlarga aloqaga chiqsanglar, qimmat narxlarda olib qolamiz.